Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi fanida shaxsga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata olish omillari to'g'risida o'rganamiz. Birinchi rejamiz shaxsga tarbiyaviy ta'sir etuvchi tashqi omillar tizimi. Ikkinchi rejamiz ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik ta'sir mexanizmlari. Uchinchi rejamiz esa shaxsning ichki rivojlanish omillari va o'z-o'zini tarbiyalash. Shaxsga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata olish omillari bu insonning xulqi, dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy moslashuvini shakllantiradigan asosiy omillar yig'indisidir. Shaxs tarbiyasining eng birinchi va eng kuchli manbai bu oila hisoblanadi. Bola hayotining dastlabki yillarida aynan oila uning xulq-atvori, odob-axloqi va dunyoqarashiga asos soladi. Agar ota-ona bir-biriga hurmat bilan muomala qilsa, bola ham boshqalarga hurmat bilan qarashni o'rganadi. Aksincha, janjalli muhit esa bolada agressiv xulqni shakllantirishi mumkin. Ilmiy faktlar shuni ko'rsatadiki, psixologik tadqiqotlarga ko'ra, bola shaxsining taxminan 60-70% xulqiy asoslari oilada shakllanadi. Ijtimoiy muhit ta'siri: do'stlar va tengdoshlar, mahalla va jamiyat, ommaviy axborot vositalaridir. Yaxshi muhit ijobiy shaxsni, yomon muhit esa salbiy xulq shakllanishiga sabab bo'ladi. Oila shaxs tarbiyasining eng asosiy va dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bola dunyoga kelganidan boshlab uning ilk ijtimoiy tajribasi aynan oilada shakllanadi. Ota-onaning nutqi, muomalasi, xulqi va hayot tarzi bola uchun bevosita namuna bo'lib xizmat qiladi. Agar oilada mehr-oqibat, o'zaro hurmat va e'tibor ustuvor bo'lsa, bola ham shunday fazilatlarni egallaydi. Aksincha, nizoli yoki befarq muhit bolada agressiya, ishonchsizlik yoki passivlik kabi salbiy xususiyatlarni shakllantirishi mumkin. Shaxs tarbiyasiga ta'sir etuvchi tashqi ijtimoiy omillar tizimi. Birinchisi, oila birlamchi tarbiya instituti. Ota-ona namunasi va roli modeli. Tarbiya uslublari: demokratik, avtoritar va liberal. Oiladagi psixologik iqlim. Ikkinchisi, ijtimoiy muhit va jamiyat ta'siri. Mahalla va ijtimoiy nazorat, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari va internet. Uchinchisi esa madaniy va milliy qadriyatlarning roli. An'ana va urf-odatlar, milliy tarbiya modeli, globalizatsiya. Ushbu uch tizim shaxs tarbiyasiga ta'sir etuvchi tashqi ijtimoiy omillar tizimiga misol bo'la oladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik ta'sir mexanizmlari. Birinchi o'rinda o'qituvchining shaxsiy va pedagogik mahorati. Bunda o'qituvchining shaxsiy namunasi, pedagogik kommunikatsiyasi va axloqiy ta'sir vositalarini misol qilib olishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda tarbiyaviy metod va texnologiyalar. Interfaol metodlar, bahs, muammoli vaziyat, rag'batlantirish va jazolash hamda individual yondashuvni keltirishimiz mumkin. Uchinchisi, ta'lim muassasasining tarbiyaviy muhiti, sinf jamoasi va ijtimoiy muhit, maktab madaniyati va intizomi hamda inklyuziv ta'lim sharoitidir. Diqqat! Muammoli vaziyat. Sinfda bir o'quvchi darslarda faol qatnashmaydi, topshiriqlarni bajarmaydi va ko'pincha boshqalarga xalaqit beradi. O'qituvchi esa unga nisbatan faqat tanbeh berish va jazolash usulini qo'llaydi. Natijada o'quvchi yanada sovuqqon bo'lib, darsga qiziqishi butunlay pasayadi. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi qanday pedagogik metodlardan foydalansa, o'quvchining faolligi va qiziqishini oshira oladi? Ushbu muammoli vaziyatga yechim sifatida o'zingizning erkin fikringizni bildirishingiz mumkin. Tarbiyaviy metodlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchini faollashtiruvchi metodlar alohida ahamiyatga ega. Interfaol metodlar o'quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.
Bunday metodlarga quyidagilar kiradi: bahs-munozara orqali mustaqil fikrlashni rivojlantirish, muammoli vaziyatlar orqali tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish, guruhli ishlash orqali hamkorlikni o'rgatish. Bundan tashqari, rag'batlantirish, maqtov, e'tirof va zarur hollarda jazolash, tartibga chaqirish usullarini ham qo'llaniladi. Ammo zamonaviy pedagogikada jazodan ko'ra motivatsiya va qo'llab-quvvatlash ustuvor hisoblanadi. Shaxsning ichki individual omillari. Tarbiyaga tashqi omillar bilan bir qatorda shaxsning ichki xususiyatlari ham katta ta'sir ko'rsatadi. Motivatsiya, ichki rag'bat, qiziqish va ehtiyojlar, maqsad va intilishlar, iroda va intizom. Aniq maqsad qo'ygan o'quvchi, masalan, kelajakda o'qituvchi bo'lish. Bunday o'quvchilar mustaqil o'rganadi va o'z ustida ishlaydi. Ilmiy faktlar shuni ko'rsatadiki, motivatsiyaga ega shaxslar natijalarga 2 barobar tezroq erishadi. Eng muhim jihatlaridan biri shundaki, o'z-o'zini tarbiyalash eng yuqori bosqich bo'lib, insonning ongli ravishda o'zini rivojlantirishidir. Shaxsning kamol topishida tashqi omillar bilan bir qatorda uning ichki dunyosi, ya'ni psixologik xususiyatlari, motivatsiyasi va o'z-o'zini boshqarish qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar tashqi ta'sirlar yo'naltiruvchi kuch bo'lsa, ichki omillar ushbu yo'nalishni mustahkamlovchi va barqarorlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Motivatsiya va ehtiyojlar tizimi. Shaxs faoliyatining asosida uning ehtiyojlari va motivatsiyasi yotadi. Motivatsiya insonni harakatga undovchi ichki kuch bo'lib, u 2 turga bo'linadi: ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi, tashqi motivatsiya esa baho, mukofot yoki jazodan kelib chiqadigan rag'bat. Ichki motivatsiyasi kuchli bo'lgan shaxs o'z faoliyatini ongli ravishda boshqaradi va mustaqil ravishda bilim olishga intiladi. Kelajakda malakali mutaxassis bo'lishni maqsad qilgan talaba o'z ustida muntazam ishlaydi, qo'shimcha manbalarni o'rganadi va vaqtni to'g'ri taqsimlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.